Yamalga jurnalist nima uchun aynan 19-raqamni tanlagansiz deb savol berdi. Yamalning javobi esa anchagina qiziqarli chiqdi. Videoni oxirigacha ko'ring va kanalimga bitta podpiska bosing, chunki Raha Family oilasi endi yangi kanalda yangi ijodni boshladi. Bilmayman. O'ylaymanki, chunki Niko Krishtianuni juda yaxshi ko'radi va menga Messi juda yoqadi. Krishtianu 17, Messi esa 19-libosni kiygan. Men ham ularni izidan ketmoqchiman va Messiga o'xshab butun dunyoni futbol tarixiga kirishni xohlayman. Shuning uchun men Messini, ya'ni 19-raqamni tanladim. 19-raqamda Messi o'ynagan. O'ylaymanki, keyingi raqamim albatta 10-raqam bo'ladi.